Hop. Keyingi namuna uchun misol 3-misol bo'lyapti. 3-misolda aytganki, qiyo otilgan jism harakatda qancha vaqtida trayektoriyani o'sha to'rdan 3 qismdan balandroqda bo'ladi, deyapti. Ya'ni butun balandlikda to'rdan 3 qismdan balandroqda bo'lish uchun qancha vaqt sarflaydi degan. Endi bu yerda men mana shu harakatni mana bu yoqdan bu yoqqacha, keyin bu yoqdan bu yoqqacha qilib ikkiga bo'lib oldim. Demak, agar bu yog'i o'sha 4 taqsim nima deydi? 3h taqsim 4 bo'ladigan bo'lsa, 3h taqsim 4 bo'lsa, tepasi h taqsim 4 bo'ladi. Men o'sha eng trayektoriyaning yuqori qismidan bu yoqdagi qismini haligi gorizontal otilgan jism harakatiga o'xshatib oldim. Chunki rostakamiga eng balanddagi jismda tezligi minimal tezlik bo'ladi va u gorizontal bo'ladi. O'sha xuddi bir jism minimal tezlik bilan gorizontal otilgan jismga o'xshab qolyapti va bu yerda h taqsim 4 ga tushish uchun ketgan vaqtni topsam, T1 da topsam, ildizosti 2h taqsim 4 taqsim j bo'ladi. Endi bu yerda o'sha taqsim 4 qasdida ildizdan tashqariga 1 taqsim 2 bo'lib chiqadi, ildizosti 2h taqsim j qoladi. Keyingi safar butun tushish vaqtini topadigan bo'lsam, ildizosti 2h taqsim j bo'ladi. Endi agar sizga ma'lum bo'lsa kerak, gorizontal otilgan jismda tushish vaqti bu ildizosti 2h taqsim j dan topiladi. Faqat birinchi safar topganimda h emas, bu nima edi? Shu ikkini kattaroq yozaylik. H emas, bu h taqsim 4 edi mana. 2h taqsim j deyapmiz-ku, bu yerda 2h taqsim 4 taqsim j da, ya'ni birinchi safar balandligimiz h taqsim 4 ga teng. Keyin endi kimdir masalan e'tiroz bildirishi mumkin, sal tushunmagan odam, nima uchun bu qiyo otilgan jism-ku, biz bunga gorizontal otilgan jism formulasini ishlatyapmiz desa, men qaytadan tushuntirib beraman, qarang. Bu qiyo otilgan jismning trayektoriyasining ikkinchi qismi. O'sha qismni gorizontal otilgan jism deb olish mumkin, hech qanday muammo yo'q. Chunki rostakamiga mana shu nuqtada jismning tezligi gorizontal bo'ladi. Eng yuqori nuqtada tezligi minimal tezlik bo'lardi. Minimal tezlik esa o'sha Vx ga yo aytaylik V0 kosinus alfa ga teng bo'lar edi. Yana endi shu V0 kosinus alfa tezlik bilan gorizontal otilgan jism desak, gorizontal otilgan jismda tushish vaqti ildizosti 2h taqsim j dan topilishi aniq. Men o'sha vaqtni 2 marta topdim. Bir marta h taqsim 4 ga tushguncha o'tgan vaqtini topdim, T1 bo'ldi. Ikkinchi safar to'liq h masofaga tushishini topdim, T tushish bo'ldi. Mana T deb qo'yganim bu T tushish, ya'ni tushish vaqti. Endi mana bu yoqda 1 taqsim 2 turibdi. Bu yoqda esa o'zi turibdi. E'tibor qiling. Bu nima degani bu? Bu degani o'sha tushish vaqtidan T1 vaqt 2 marta kam degani. Yoki bunday qilib qo'yish mumkin. T tushish taqsim 2. Endi uchish vaqtini va 3h taqsim 4 dan tepadagi vaqtni o'ylab ko'ramiz, qarang. Agar bir o'sha qiyo otilgan, tik yuqoriga otilgan jismda harakatlardan xavoringiz bo'lsa, bilasizki, jism masalan mana yerdan bu yoqqa qancha vaqtda tushgan bo'lsa, demak, bu yoqdan bu yoqqa ham shuncha vaqtda chiqadi. Yoki bu yoqdan bu yoqqacha qancha vaqtda tushgan bo'lsa, demak, bu yoqdan bu yoqqa ham shuncha vaqtda chiqadi. Ya'ni bundan bungacha ketgan vaqt 2 ta T1 bo'ladi, bu yoqdan bu yoqqacha ketgan vaqt esa 2 ta T tushish bo'ladi. Ya'ni uchish vaqti 2 ta T tushishga teng. Tx desak, ya'ni mana bu yoqdan bu yoqqacha mana bu o'tgan vaqtda agar Tx desak esa, Tx bu 2 ta T1 ga teng bo'ladi. Yana endi ikkalasini nisbat qilib oladigan bo'lsak, o'z-o'zidan bizda nima chiqadi? 1 taqsim 2 degan javob chiqadi.